Grant Mobile haqida siz bilmagan 30 ta fakt. Videoni boshlashdan oldin like bosib qo'yishni unutmang. Grant Mobile loyihasi ortida Roman Lineytsev turadi. U Grant Games kompaniyasiga asos solgan. Grant Games kompaniyasi 2020-yil dekabr oyida tashkil etilgan. Kompaniya Qozog'istonda tashkil etilgan va faoliyatini shu yerda boshlagan. Grant Mobile rasmiy ravishda 2022-yil 3-dekabr kuni ishga tushirilgan. Grant Mobile ochiq dunyo, Open World RP janridagi mobil o'yin hisoblanadi. Grant Mobile Google Play'da 10 milliondan ortiq yuklab olingan. Loyiha 50 dan ortiq mamlakat o'yinchilari tomonidan o'ynaladi. Grant Mobile 70 milliondan ortiq yuklab olish ko'rsatkichiga erishgan. O'yinchining oylik faoliyat auditoriyasi 6 milliondan ortiq. Grant Mobile muntazam ravishda yirik yangilanishlarni chiqarib boradi. 38-server O'zbekiston auditoriyasi uchun ochilgan serverlardan biri hisoblanadi. 38-serveri 13-fevral kuni ishga tushirilgan. Grant Mobile'da davlat va jinoiy tashkilotlar o'rtasida RP tizimi mavjud. Har bir serverning o'z administratsiya jamoasi mavjud. Davlat tashkilotlariga odatda Abzon orqali qabul qilinadi. Serverdagi tartibni administratorlar va kuratorlar nazorat qiladi. Har bir tashkilotning o'z ichki nizomi mavjud. Roleplay qoidalariga amal qilish Grant Mobile'dagi eng muhim talablardan biri. Grant Mobile'da davlat va jinoiy tashkilotlar alohida kuratorlar tomonidan boshqariladi. 38-server va tashkilot boshqarish uchun bir nechta yuqori lavozimlar mavjud. 38-serverning davlat tashkilotlari katta kuratori Ivan Jordanov, 38-serverning ZGS, ya'ni davlat tashkilotlari katta kuratori o'rinbosari Felix Hatred, 38-serverning GSOPG, jinoiy tashkilotlari katta kuratori Ace Alonso, 38-serverning ZGS-OPG, ya'ni jinoiy tashkilotlar katta kuratori o'rinbosari Lyuvme Flores, 38-serverning GA, glavniy admin, ya'ni server kuratori Maga Bay, 38-serverning ZGA, ya'ni server kuratori o'rinbosari Ivan Vasilyevich. Ushbu rahbarlik barchasi o'zbek administratsiyasi tarkibida faoliyat yuritiladi. GS va ZGS davlat tashkilotlari faoliyatini nazorat qiladi. GSOPG va ZGS-OPG tashkilotlar jinoiy tashkilotlar faoliyatini nazorat qiladi. GA va ZGA serverning umumiy boshqaruvi hamda barcha yo'nalishlar faoliyatini muvofiqlashtiradi. Vlad Nemos loyiha kuratori va u server kuratorlari ustidan qattiq nazorat qiladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Turon Grant.